Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana akamiz olib kelishmoqni vallarni 2 xil ekan. Tezroq chiqarishimiz mana tosh saqlash boshladi ustagam bilan mana. Mana ma'lumot yastirga o'tirib oldik. Endi sentrga olishni boshlaymiz mana. Mana sentrga olish jarayoni ham boshlandi. Ustagam yana indikatorga qo'yib boshladi mana sentrga olishni. Mana ma'lumotni cho'tki sentrga oldik hozir. Endi ishlash jarayonini boshlaymiz. Mana ishlashni boshlashdan oldin ustagam mana suvga mehr bilan suv quyaptilar. Mana biz ham xudo xolasa asosiy jarayonni boshladik, sekin ustidan o'tyapmiz mana. Ma'lumotni 15 sotka olingandan keyingi holati, ustagam mana yana bir 15 sotka oramiz ishyapti. Mana birinchi sotimizda unchalik zo'r chiqmadi. Xudo xolasa ikkinchi sotimizga 10 sotka qo'yib, yana bir marta o'tyapmiz. Shu bilan bitarishimiz. Xudo xolasa ikkinchi yurishimizda o'zi ana barimizni pichoqlab cho'tki hamma joyi bir xilga chaqlandi. Endi qiladigan ishimiz bu val so'nggi shon ikkita chekkali devorni 5 sotkadan pasaytirib qo'ysak, bu varimiz xudo xolasa tayyor bo'ladi. Mana ikkita devoridan aytganimdek 5 sotkadan olishni boshladik. Mana xudo xolasa ikkala chekkalari ham pichog'imizdan 5 sotkadan pasaytirib ustagam o'lchayaptilar. Ikkala tarafi ham bir xil. İşimiz tayyor. Birinchi varimizni bitirib, mana ikkinchisini qo'ydik. Xohlasa buni ham endi sentrga jarayonni boshladik. Ikkinchi varimizni ham chiroyli qilib sentrga oldik. Endi chaqlashni boshlaymiz. Mana akalar ikkinchi varimizni ham chaqlashni boshladik. Akalar, xudo xohlasa mana ikkinchi varimizdan tayyor. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, boshqa nomerlarni qoldiramiz.